Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun biz siz bilan Honji QM5 elektromobili bilan tanishamiz. Kanalimizga obuna bo'lib bizni kuzating va like bosish esingizdan chiqmasin. Obuna, like bepul. Bugun sizlar bilan elektromobil Honji QM5 haqida gaplashamiz. Honji bu Xitoyning premium avtomobil brendi bo'lib, uzoq yillardan beri yuqori darajadagi mashinalar ishlab chiqarib kelmoqda. QM5 kompaniyaning zamonaviy elektroavtomobillaridan biri hisoblanadi. Avval dizayniga e'tibor beramiz. Bu avtomobil oddiy mashinalardan keskin farq qiladi. Old qismi yopiq panjara bilan ishlangan, faralari esa ingichka, zamonaviy ko'rinishga ega. Qarang buni dizaynni, old qismlari, mana bu chiziqlar, faralariga e'tibor bersangiz agar, juda chiroyli, go'zal ishlangan. Honjining umumiy ma'lumotini aytadigan bo'lsam agar, balonlariga e'tiborimizni qaratamiz. 235 50 18. Yana bir e'tiborimizni qaratadigan bir jihati bor. Elektromobil to'liq elektrlashtirilgan bo'lishiga qaramasdan, mana bu yerda zo'r fishkasi bor. Mana bu yerda bak qo'yilgan. Bu ikkinchi bak. Bu motion avtomobilni gibridga aylantirish mumkin. Buni ya'ni gibridga ham aylantirish imkoni bor. Bu to'liq xaridor uchun, mashina egasi uchun juda bir zo'r bonus. Mana endi motor qismiga o'tamiz, qadrdonlar. Mana ABS qismi, akkumulyator, mana bu qo'shimcha akkumulyator, asosiy akkumulyator pastda joylashgan. Mana bu kompyuter miyasi hisoblanadi. Avtomobilning umumiy vazni 2 tonna 280. Mana bu bagaj qismi. Bagajning kengligini qarang. Bagaj qismi juda ham mustahkam ishlangan. Metali zo'r. Salon qismiga mana bu kimga mo'ljallangan deyish mumkin. Bu ana asosan hozirda kira qilishga ko'pchilik maqtayapti. Haqiqatan bu avtomobil kiraga arziydigan avtomobil hisoblanadi. Mana yo'lovchi uchun ancha qulay sharoit yaratilgan. Obshivkalariga, mana bu obshivkalar plastmassa yog'i materialdan ishlangan. Obshivkalari ham mana bu tomoni kojada ishlangan ekan, bu tomoni plastik. Ancha yaxshi ishlangan. Mana pastki qismida kolonka, audio sistema o'rnatilgan. Mana qora bayirni rul qismlari. Bunda konditsioner zo'r holatda, zo'r sovutadi. Tezlik bilan, razgon bilan yuradigan odamlar, yo shunaqa tezlik sevarlar uchun emas, lekin tinchgina yuradigan avtomobil. Bu tablosi, monitor yonma-yon joylashtirilgan. Cruise control. Bu xarakteristikalarni hammasini o'zi ekranda yana chiqarib qo'yaman, ko'rasiz. Umumiy hissiyot nimani sizga aytmoqchiman. Shuna o'tirgan vaqtingizga haqiqiy bir komfortni, qulaylikni his qilasizda. Qadrli obunachilar, avtomobilning avzorimiz mana shulardan, mana shu ma'lumotlardan iborat edi. 2026-yilga o'ylab turgan bo'lsangiz agar, elektromobil hisoblanadi. Mana shuni o'zini xarid qilsangiz, sizga eng zo'r variant hisoblanadi. Kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.